4 yanvar atigan havoning sovuq bo'lishiga qaramay, Kanada Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan o'rinlashtirilgan norozilik namoyishiga Montreal shahri va atrofdagi Uyg'urlar uzun yo'llarni besib namoyish maydoniga attiganda yig'ilgan. Namoyish maydonidan egallagan ahvollardan ma'lum bo'lishicha, Toronto shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishida Xitoyning qayta tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarni shartsiz qo'yib berish, Xitoy turmusida yillardan buyon qamalib yetayotgan Husayn Jalilni ozod qilish, Xitoy hukumatı yaqinda tutqun qilgan Kanada fuqarolarini qo'yib berish talab qilinib, Xitoyga qarshi norozilik shuarlari to'langan. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduvalining bildirishicha, Torontoda o'tkazilayotgan Xitoyga qarshi norozilik namoyish Kanada Sharq Turkiston jamiyati tashkillagan bo'lsa-mu, ammo namoyishga Kanadada Xitoy hukumatiga qarshi faoliyat olib berayotgan Xitoy demokratlari, Tibetlar, Falun Gongchilar va Bir erkin dunyo tashkilotining a'zolari ovoz qo'shgan. Tuyg'un Abduvalining 4 yanvar o'tkazilgan namoyishning 2019 yil kirishi bilan mazkur tashkilotning o'rinlashtirishida olib berilgan tunji qitimliq namoyish ekanligini, bundan keyin o'z faoliyatlarini davomli kuchaytirganligini bildirdi. Jongo Saqchi To'rining 25-dekabrdagi xabarida Xitoy jamoat xavfsizlik idora qismi ofitseri qurolliq saqchi qismining shtatiga kirgizilmay, kollektiv chekinib butunlay xalq saqchisi, ya'ni tunji qatim harbiy shtatidagi askarlarning ma'muriy shtatiga o'zgartirildi ekan. Bu o'zgarish Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining o'tgan yil martda chiqqan partiya va davlatning apparat islohotini cho'nqurlashtirish loyihasi bilan olib berilgan bo'lib, jamoat xavfsizligi chegara mudofaa qismlari ma'muriy shtati o'zgartirilgandan keyin jamoat xavfsizlik organining boshqarishiga o'tkazib berildi ekan. Hamda davlat ko'chmanlarni boshqarish idorasi bilan muvofiq tanshab birlashtirish ekan. Xitoyda chiqadigan Yer shari vaqti gazetining xabar qilishicha, qurolliq saqchi atritining chegara qismlaridan qaytgan askarlarning tunji turkumdagi chegara saqchilariga o'zgartirish, qasam berish murosimi 1 yanvar kuni Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining chegara eg'izlarini boshqarish punktida o'tkazilgan. Chegara saqchisiga o'zgartirilgan bu askarlar Uyg'ur avtonom rayonining 5700 kilometrlik chegara liniyasidagi 16 chegara eg'izi va 10 chegara kontrol guruhida vazifa o'taydi ekan. Tianshan To'ri 4 yanvardagi xabarida Urumchi shaharlik jamoat xavfsizligi idorasi qatnash saqchi tarmoq atriti avtomobil boshqarish o'rnining bildirishicha, 2019 yil 1 yanvardan boshlab avtomobil egillari yangi qatnash vositasini nupusga elish vaqt nomer taxtasi bijirganda asli nusxadagi taxta emas, balki yangidan yo'lga qo'yilgan mashina vaqtliq nomer taxtasi ekan. Farqi bo'lsa, koni nusxadagi nomer taxtasi cheklangan rayon 3 va rayon sirtida ikki xil bo'lib, rangining o'xshamasligi bilan farqlanadi. Yangi nusxasi bo'lsa, cheklangan rayon 3 va sirtining nomer taxtasining ranglarining o'xshamasligidan boshqa, yana muqim yurish rayonini aniq belgilab, shoför cheklash rayon ichida vaqtliq nomer taxtasini ishlatish kerak ekan. Bu nomer taxtasiga yana kvant bulut kodi loyihalangan. Almashtiruvchi yangi taxta bijirganda, koni taxtini atis topshirmasa, ikkili nomer taxtasi biroqla bekor qilinib, nurg'un so'mlik jarimani qo'yiladi ekan. Erkin Asiya radiosuning xabar qilishicha, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan chekidan oshgan zulm siyosatining tafsilotlari oshkorlangan sari dunyo jamoatchiligining Uyg'ur xalqining dindoshlari bo'lgan musulmonlar dunyosini bu zulmga qarshi turishga chaqiradigan sadolar ko'paymoqda. Mana bularning biri bugun Angliyada nashrdan chiqadigan Al Arabiyya gazetida e'lon qilingan maqola bo'lib, maqolada musulmonlar aholisi ko'p sonliqni egallaydigan dunyodagi 53 davlatning Uyg'ur masalasidagi passivligi tanqid qilingan. Tonilgan obzorchi va tadqiqotchi J.C. Verilman maqolasida Uyg'ur elida davom qilayotgan lager tuzumi va boshqa zulmlar haqida shuncha ko'p yetarli ma'lumotlar to'plangan turuqliq, mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, mayli Arab munbiri yoki Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari birligi qatorliq xalqaro zo'r organlarning hech birining Xitoyni haqiqiy turda ayblaydigan bir bayonnomani vujudga chiqarmaganligini tanqid qilgan. Maqolasida yana ammo bu sukutning markazidagilarning dunyodagi musulmonlar aholisi ko'p sonliqni tashkil qilgan 53 davlatning boshliqlari bo'lishi, ularning Uyg'ur krizisini hal qilishda passiv turib olishi va hech qanday harakat ko'rsatmasligi kishini eng bearam qiladi degan.
U islom ellarining musulmonlarga qilinayotgan nachar muomalaga qaytirgan inkoslarida G'arb davlatlari bilan Xitoyga o'xshamaydigan o'lcham qo'yilayotganligini tanqid qilish bilan birga, yuqoridagi bu 53 davlatni va ularga vakillik qiladigan islom hamkorlik tashkilotini Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmga qarshi ovoz chiqarib, Xitoyga ta'sir ko'rsatishga chaqirgan.